alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun 6-may holatidagi 2026-yildagi ishlarimiz to'g'risida ikkita qo'lga uklanyapti. Birinchisi Jamashu shahar markaziga boradi, xudo xohlasa. Ikkinchisi Marhamat tumaniga boradi. Kimga shu atroflardan ish kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Mana shu ishlayotgan turgan akalarni mehnatini qadrlab, bittadan like bosib qo'ysalaring, bizga manfaatli bo'ladi. Urinish qilayotgan tanishlaringga yuborib qo'ysalaring, yanada manfaatli bo'ladi. Kimga shu atroflardan ish kerak bo'lsa, 5000 talik, 10000 talik, 3000 talik avvallarda elliklarda bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Bu vodiy bo'ylab yetib beramiz. Ishlarimizning yaqindagi holatini sizlarga ko'rsatib beraman. Yaqindagi holatlar. Ozmoz qizillar aralashgan bo'lishi mumkin, lekin qizillar bor degani yaxshi pishmagan degani emas. Bo'lmasa shunaqa deyarli 1% chiqmaydi. Bunga shunday qilib kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Bu vodiy bo'ylab 5000 talik, 10000 talik qo'llarda bunday kichkina mashinalar ham bor. Bemalol xomush kerak deganlarga xomushlarimiz ham bor. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin.